Assalomu alaykum aziz obunachilarimiz. Bizga yana bir tushayotgan savollardan biri qishki mavsumda konditsionerni qanaqa ishlatish tartibini tushuntirib beringlar degan savol tushyapti. Shu savol bo'yicha video qilamiz. Qishki rejimga o'tkazishda ko'pchilik klientlarda muammo bo'ladi. Pult yoqib olamiz. Mode knopka har bitta pultda bor. Rejim funksiya hay'atga qo'yiladi. Fan speed, skorost, ventilyator оборот hikka qo'yiladi. Gradus maksimalniy qo'yib yoqiladi. Konditsioner qishki rejimda shu holatda ishlatiladi pult. Qishki rejimiga yana bitta muhim ahamiyatli narsalardan bittasi konditsioner filtri. Setkasi hisoblanadi. Mana shu narsani olib yuvib tozalab tan joyiga qo'yilishi kerak bo'ladi. Bu narsa to'lib qolsa ham effekt xonaga berayotgan issiqligi, sovuqligi yaxshi bermaydi. Bu pult nastroykadan keyingi ikkinchi holat. Vaqtida servis xizmat ko'rsatilmasa, mana shu oqibatlarga olib kelinadi. Konditsionerni xona ichida havo haydaydigan ventilyatori birinchi navbatda to'lib qoladi. Yaxshiroq ko'rinish uchun mana. Bu to'lgan holati. Mana bunisi tozalangan holati. Xizmat ko'rsatilgandan keyingi holat. Yana bir narsa, vaqtida setkalarini tozalanmasa, mana konditsionerimizni vaqtida klient qaramaganlar shu oqibatlarga olib keladi. Bu oqibatlar oxir-oqibat chang to'lganning hisobiga o'zidan ishlab chiqargan kondensat bilan birga oksleniyaga kirishib, radiatori teshilib, freon chiqib ketishiga sabab bo'ladi. Agar qishki rejimda nastroyka pultingiz to'g'ri qo'yilgan bo'lib, setkalari toza bo'ladigan bo'lsa, shu holatda ham konditsioneringiz isitmasa, servis xizmatiga murojaat qilishingizni so'raymiz.